Qonimizda qizil qon tanachalar, eritrotsitlar bor. Yuqori qovoqda ksentelomalar paydo bo'lishi, ba'zan esa kekirish yoki epigastral sohada og'riq. Bu bilirubin glyukaron kislota bilan bog'lanib, Jilber sindromini asosiy davo choralari shart emas. Faqat o't kislotalarida eriydigan, suvda erimaydigan bilirubindir. Ya'ni och qolish yoki haddan ziyod to'q ovqatlanish. Assalomu alaykum. Men Nasiba Mehmonova, Hakim Sino Gepatologiya markazini shifokor gastroenterologi bo'laman. Bugungi mavzuyimiz sindrom Jilberi haqida. Jilber sindromi bu kasallikmi yoki ba'zi olimlarning fikriga ko'ra fiziologik holatmi? Bu sindrom sinonimlari oilaviy xolemiya yoki oilaviy sariqlik, nogemolytik sariqlik deymiz. Jilber sindromi Yevropa davlatlarida 7% aholida, Afrikada 35% aholida, O'rta Osiyo mamlakatlarida esa 4% aholida 4dan 1 nisbatda erkaklarda ko'proq uchrab turadi. Kasallik belgilari sariqlik, ko'z sklerasini sarg'ayishi, ko'zning yuqori qovog'ida ksentelomalar hosil bo'lishi, umumiy holsizlik holatlari bilan kechadi. Bu kasallikda gen kasalligi bo'lib, bunda uridin difosfat glyukoronid transferaza fermentini yetishmaganligi sababli erkin bilirubin, ya'ni konjugatsiyalanmagan, bog'lanmagan bilirubin glyukaron kislota bilan bog'lanmaydi. Jilber sindromida sariqlik vaqti bilan yuzaga chiqadi. Ya'ni bu sariqlikni yuzaga chiqarishga sabab bo'luvchi omillar bor. Nima omillar? Bularga nimalar kiradi? Ya'ni och qolish yoki haddan ziyod to'q ovqatlanish, tanani sovib qolishi yoki isib ketish, yuqumli kasalliklar, jarrohlik muolajalari yoki jarrohlik operatsiyalari, ichakni yuqumli kasalliklari, hayz siklini buzilishi, stress holatlari sababli sariqlik yuzaga kelib chiqishi mumkin. O'smirlik davriga qadar bu kasallik yashirin kechadi. So'ng esa o'smirlik davrida triada belgilar bilan boshlanadi. Ya'ni terini va ko'z sklerani sarg'ayishi, kasallik simptomlarini paydo bo'lishi, yuqori qovoqda ksentelomalar paydo bo'lishi, ba'zan esa kekirish yoki epigastral sohada og'riq, ba'zan toksik bilirubin oshishi hisobiga badanda qichimalar paydo bo'ladi. Jilber sindromini patogenezi quyidagicha kechadi. Qonimizda qizil qon tanachalar, eritrotsitlar bor. Eritrotsitlarning yashash davomiyligi 3 oygacha. 3 oy ichida eritrotsitlar gemolizga uchrab, gem va gemoglobin oqsiliga parchalanadi. Eritrotsitlarning hayot davomiyligi 3 oy. 3 oydan so'ng eritrotsitlar gemolizga uchrab, gem va globin oqsiliga parchalanadi. Gemdan biliverdin va bilirubin hosil bo'ladi. Bu bilirubin erkin, konjugatsiyalanmagan, bog'lanmagan bilirubin, ya'ni toksik bilirubin, faqat o't kislotalarida eriydigan, suvda erimaydigan bilirubindir. Bu bilirubin glyukaron kislota bilan bog'langan bilirubinga aylanadi. Bu proses qorataloqni makrofag hujayralarida va jigarni kupyur hujayralarida kechadi. Sog'lom odamda bir sutkada 200-350 mg gacha erkin bilirubin hosil bo'ladi. Erkin bu toksik bilirubin hujayralarning membranasidagi fosfolipidlar bilan yaxshi birikadi. Shuning uchun agar bu toksik bilirubin ko'payib ketsa, miya hujayralarining membranasidagi fosfolipidlar bilan birikib, miyaga toksik ta'sir ko'rsatadi. Jilber sindromining kechishi 4 davrdan iborat. Bu yashirin davri 1 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan davrda yuzaga chiqishi mumkin. Ilk kasallik davri, klinik belgilar davri va sog'ayish davrini o'z ichiga oladi. Sindrom Jilberining asoratlari kamdan-kam holatlarda bo'ladi, ammo ba'zi holatlarda toksik gepatit, xolestaz yoki gipogenetik tipdagi o't yo'llari diskineziyasi, o't yo'llarida toshsiz hosil bo'lishi yoki immunitet tushishi holatlari bilan kechadi. Sindrom Jilberining diagnostikasida quyidagi laborator tahlillar qilinadi. Umumiy qon tahlili, gemoglobinga va trombotsitlarga e'tibor beriladi. Bunda gemoglobin miqdori oshishi, trombotsitlar soni kamayishi mumkin. Qonni fermentlarga tekshiriladi. ALT, AST, umumiy bilirubin miqdoriga, umumiy bilirubin miqdori va bog'langan bilirubin miqdori oshish holatlari bo'ladi. Najas tahlilida sterkobilin tahlili qilinadi. Bundan tashqari, boshqa kasalliklarni, jigarni boshqa yuqumli kasalliklari bilan diagnostika qilish maqsadida virusli gepatit B, C, gepatit A, gepatit D larga tekshiriladi. Qon tahlilida oqsil miqdori biroz oshishi mumkin. Jilber sindromining asosiy davo choralari shart emas. Chunki bunda gen ta'sirida
glyukuronil transferaza fermentini yetishmasligi bu 30% ga kamaygan bo'ladi. Sindrom Jerberini davolashda bu holatga patogenetik etiotrop davo yo'q. Holatni yengillashtirib, simptomlarni kamaytirish mumkin. Buning uchun quyidagilar tavsiya etiladi. Provokatsiya qiluvchi omillarni kamaytirish, ya'ni infeksiya, jismoniy va ruhiy bosimni kamaytirish, jigarga toksik ta'sir qiluvchi dorilar va alkogolni cheklash. Probiotiklar, glyukuronil transferaza fermentiga konkurent bo'lgan dori vositalaridan voz kechish, ya'ni bular salitsidlar, ingibitor protonniy pompa, oral kontratseptiv dorilar, sulfonamidlardan voz kechish. Erkin bilirubinni kamaytirish maqsadida ko'proq suyuqlik ichish, faollashgan ko'mir ichish. Fitoterapiya muolajasidan foydalanish, ya'ni teridan 45 sm uzoqligi masofadan 450 nanometr to'lqinli ko'k lampa nuridan foydalanish. Doimiy ravishda quyosh nuri tavsiya etilmaydi. Parhezga rioya qilish, o't kislota va konservantlarga boy oziq-ovqatlarni cheklash. Agar savollaringiz bo'lsa, izohlarda yozib qoldiring.